Alisher. Farhod, bu maishatni deyman-da. Jo'ra, maishat emas. Yordamim kerak bo'lib qoldi. Jo'ra, iltimos yordam berib turgin. Ha, Farhod, tinchlikmi? Qanaqa yordam kerak? Mashinamga odam urgandim, Jo'ra. Menimcha o'lib qoldi-yo. Yordam bergin, Jo'rajon, iltimos sendan. O'lib qoldi menimcha. Bir iloj qilaylik. Uylab gapiryapsansan? Kimsan? Sen tanmayman. Aka. Aka, tinchlik. Aka, yordamimiz kerak bo'lib qoldi. Ha, tinchlikmi? Yarim kechqurun akajon. Ona biz ham yaxshilanmi? Ha, yaxshilar aka. Ko'chani boshlagan odam urgandim aka. O'lib qoldi menimcha. Iltimos aka yordam bering. Iltimos, yomon qo'rqib ketyapman aka. Nima? Ichkariga kir. Aka, yomon qo'rqib ketyapman aka. Yordam bering. O'zingni bos. O'zingni bos. Ketyapman. Aka, bir iloj qilaylik akajon, iltimos. O'zingni bos. Men o'zim hal qilaman. Uyga kirib turginsan, tez. Sen nimaga mending? Aka, hayotda shu narsani bildimki, men do'st deb biladigan do'stlarim aslida do'st emas ekan aka. Meni haqqoniy do'stim siz ekansiz. Hurmatli podpischilar, sizlar uchun shunaqangi akalaringiz bo'lsa, sizlar uchun jonini qurbon qiladigan akalaringiz bo'lsa, ilohim qadriga yetinglar. Asranglar. To'g'rimi aka? Katta javob. Bo'rizga shukr. Yelkasida ko'targan akam qaddi kamon bo'pti allaqachonlar.